Oo, o'xshatdi ko'rdingizmi? Shirin bola, asal bola. Oling, sirot. Vaqtingizmi? Ana, men yuklarimni ko'tarishib yubordim. Men ozgina og'irlik qotdi. U mana mashina meniki-da. Shuni qo'yib yubordim, mana. Men shu bo'lsangiz, mana og'irroq-da. Ikkita qo'llab o'sha faqat. Ha, o'sha yengilroq-da bu. Yo, faqat noto'g'ri uchun men просто ana ko'tin tarasi soladigan bo'laman-da. Ha. Keling mana. Shuni ushlab turish, men mashinani ochib olay. Faqat noto'g'ri uchun men просто shunaqa birovni mehnat qildirib yurishni yaxshi ko'raman-da. To'g'ri uchun, yo'q, men sen o'xshata olmayapsan. Turamsizmi? Hozir bir zikr qilaman. Odamman-diga? Trima? Trend hazilmi? Reklama bo'yichami? Reklama bo'yicha. Hazillashmasizlar. Yo'q, hazilashma, shuna keling, narsamizni shunaqa kreativniy reklama qilyapti-da. Bu qo'llarni nimaga bunaqa qilib qo'ygansiz? O'zi shunaqa qiling-da. Jinramsiz nimani reklamasi? Voy, shirin to'yi turishini o'tay. Voy, shirin bola, asal bola. Молодец. Voy. Jonimiz, baqqa, voy, shirin bola. Quchoqla. O, mali. Kul. Siz noto'g'ri tushunmang. Bu reklama, reklamadan keldimi? Shirin bola, asal bola. Voy, молодец. Voy, baqqa. Qani bitta reklamamizni ko'rsatgan bularga. Voy, shirin bola, asal bola. Voy. Kulurmi? Itvachchani raqsida bu kulmi? O'yna. O'xshatdi ko'rdingizmi? Shirin bola, asal bola. Bu videoni kopirasiya qilib turib, bitta tashishsu, kunta videosini ham qo'shig'ini chiqarib beradi. Kimda bosib turib chizuvchani ROUND bitta tashlasangiz, mana ko'rasan, 1 sekundda dumaloq video qilib beradi. Zo'r ekan. Buni nomi Sovet Insta Bot.